$15,000 dan sizga zo'r variant topib qo'ydim. Mana shu orqamda turgan hovlimiz qarang qanaqa chiroyli, fayzli, to'g'ri burchak, 502 sotixga joylashgan 4 ta xonasi bor ekan. Bu yerda yashayman desangiz ham bo'ladi. Bu yoqda ikkita, bu yoqda ikkita xona, yuvinish xonasi, hojatxona, oshxona bor. Bu yoqqa korobka holatda uy solishayotganiga hali bitmay qolibdi. Zarar bo'lib sotadigan bo'lib qolishibdi. Qarang aka, sotigiga $15,000 dan zo'r variant. Bu yerda olib yashaysiz ham bo'ladi, yo'kida ikkita kottej qursangiz mana bu o'rtadan bo'lasizda, bu yoqqa bitta chiroyli katta kottej, bu yoqqa bitta chiroyli katta kottej qilasiz. Mana shu darvozaxona, mashina qo'yadigan joy qilasiz. Endi tashqarisini bitta ko'ramiz. Adimizni 20 ga 26 metr. Bahor kelyapti, ana shu hovliga e'tibor berib, narsalar ekib qo'yib, maza qilib o'tiradigan joy ekan, lekin menga rosa yoqdi. Nazarbek tekstil bo'ladi. Bu yerda ko'pchilik bog'cha asnovkasi deb bilar ekan. Gaz, svet, suvda muammo yo'q deyaptilar. Maktab, bog'cha, parknika, masjidga ham yaqin joylashgan uyimiz deyaptilar. Uyimizda 2016-yil bitqazilgan. 2016-yil o'zida ko'chib chiqqanmiz deyaptilar. Yaqinda qurilgan uy bo'ladi. 502 sotiq, 4 ta xonasi bor. Qiziqqanlar uchun men pastda egalar raqamini qoldiraman. Aloqaga chiqarasiz.